Onajonim sizga salom yor. Qabul qiling onajonim, mehribonim, jannatim, volidam, nuridiyam, hokisorim. Sizga salom yor. Achon qilib qo'ying o'zingizni jonim. Chiroyli tarbiya uchun rahmat, ta'lim uchun rahmat, mehnat uchun rahmat, zahmat uchun rahmat. Kuyovlar sizga muborak bo'lsin. Duo qiling onajon, rozi bo'ling mehribon. Qabul qiling onajonim, sizga salom yor. Kelin salom yorlar, brazlet taqdilar. Nasibaxonga yoqdilar. Salom, kelin salom. Brilliant Nasibaxon qaynona oyijonisdan. Brilliant Nasibaxon kelin qizga. Kelin salom, salom. Ana salom. Bismillahirrahmanirrahim. Pochin bo'ldi. Ana taqildi. Qarsilarni chalib qo'yamiz. Jonim sizga qiz muborak bo'lsin. 9 oy 9 kunda inshaalloh shunaqa chiroyli bo'lib, bu jonlik